Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Giro kanalida davom ettiramiz marafonimizni va aytishcha o'yindan yana boshlaymiz. Pushti bersa, birinchidan pushti beraversa, bir pachka pushti. Yo'q deya olmaymiz. Bir pushtiga yo'q deya olmaymiz. Yo'q, yo'q. Bitta pushti. Haykis bir. Yo'q, berdi menimcha. Har qanday pushti yo'q. Pushti yo'q. To'g'ri. O'yinda emotsiyalar ko'pda baribir. Oldingi zamondagidek hozir haqiqatdan yasash qiziqarliroq oldingidan ko'ra. Chunki oldin biroz o'ldirish ko'p bo'lgan, bir-birini o'ldirish yoki o'lib ketish, xullas urushdami, o'lib ketish. Hozir tinch zamonda yashayapmiz, urush yo'q, unaqa yaxshi zamon. Ana shu ko'payib ketyapti odamlar, o'zi yetimlarga chiqibdi-yu. Hali yangilikda eshitdim. Yangilik emas, ular fakt ekan. İnsoniyat 1 milliardga yetish uchun, insoniyat yer sharida 1 milliard aholi bo'lish uchun 2000 yildan oshiq harakat qildi. Necha yuz yil biroz. 2000 yil buyog'i ham nolimay yashashgan odamlar. Eramizdan boshlangandan beri deydi. Iso payg'ambar tug'ilgandan boshlanadi. Hisoblashadi-yu yilni. Hozir 2025-yilmi? Iso payg'ambar tug'ildi. Yashab o'tgan, tug'ilganiga 2025 yil bo'ldi. Shundan oldin ham hisoblasa insoniyat yaralgandan beri deydi. 7 milliard aholi bo'lish uchun 1 milliard bo'lish uchun shuncha harakat qilingan ekanda. Undan oldin odamlar shunaqa urush bo'lgan, boshqa bo'lgan, o'lib ketgan. Bizda ham o'zi 2025 qilmash kerak, chunki baribir musulmon davlat bo'lsa ham baribir 97% aholi musulmon baribir. Rasmiy musulmon davlatimiz, biz demokratik davlat. Bo'lsa ham baribir 2025-yil qilmash kerak. Ko'p davlatlarda yil har xil. Hamma davlatda bir xil emas. O'qigan bo'lsanglar kerakcha. Xitoy enaqa, Xitoyning Koreya. Shimoliy Koreyada hozir adashmasam 150-yil. Ular ham xuddi shunaqa. Iso payg'ambar tug'ilgandan hisoblangan bo'lsa, kalendarimizda. Ularda ham shunaqa Shimoliy Koreyada ham birinchi prezident tug'ilgan yilini shu hayot boshlangan sifatida ko'rib, shunaqa 150-yilmi ekan, hozir eng yosh davlat ekan Shimoliy Koreya. Xitoyda 3000-yil ham 1000 yil oldin beradi. Hozir yashash yaxshiroq baribir. Yashash maza. Mana kristal bo'lsa-ham yoki alohida video qilib kelib nima ko'rachi? 2 milliondan ne poker bosamiz. Jackpot chiqib anaqa kristal yoki bo'lsa-ham. Ko'k pushti pastga bitta. Davom etar lekin tushganda. Mayli chiqamiz turdik.
Asl akaga sizlar bilan oltinchi kanalida sizlar ringga poker kiramiz. O'zi mazasini qo'chiramiz, mazasini o'tayla qattiq qo'chiramiz. Yemini uraveryapmiz chunki biz izingga o'xshab. o'n besh bir shunaqa qilib chiqaryapti. 50-75 olyapti. Ishtaha kelmaydi o'ta. Rasqilga chiqaversa 75-50. Unda qizig'i ham qolmasa kerak, bilmadim balki. Pul kelib tursa qiziq bo'ladi-yu. Agar g'alati bo'lsa kerak. Tushdi ham yo'q ko'rmaysizlar, 75 hali bitta bo'lsa chiqaversa. O'z rekordimiz ikkita, biz ham ushlaganmiz. 2 marta ketma-ket 75 kasting ushlaganmiz. Lekin o'tgan yil bo'lgan voqea bu. 1 yildan o'tdi. O'tgan yil qishda ushlaganmiz. Ketma-ket 75 kasting chiqqan. Lekin o'sha 1 oyda ichida bo'lgan voqea. Ketma-ket 75 orqasidan 50 chiqqan. Keyin 50 chiqib 75 chiqqan. Keyin 2 marta ketma-ket 50 chiqqan. 5 marta 3 marta 50 ushlaganmiz. 5 ta boshlamiz, bitta 50. Orqasidan bitta 50. Keyin ikkita pauza bilan. Ikkita pauza. Uchinchisi 50 bo'lgan. Bu ham o'tgan yil bir oyda ichida bo'lgan, o'tgan yil unutilmas voqealar bo'lgan. O'sha fevral oyida adashmasam. Fevralda edi. Fevralda oxirroq yemandan keyin edi menimcha. Lekin unaqa chiqmay qo'ydi. Chunki bu o'yin ham kam YouTube beradigan bo'lib qoldi. Chunki o'ynayotganlar ko'p, odam ko'p. Shuning uchun kam YouTube beradigan bo'lib qoldi. Bugun o'zi ham o'yinda ham shunaqa. Eng yomon Odyssey bo'ldi bizga. Odysseyda biz yosh yurardik, chunki hammasidan ko'ra ko'proq yosh yurardik Odysseyda. Anchagina tushiryapti balansimiz, lekin anchagina tushiryapti. Endi bunday qilmasa bo'lmaydi. Shunaqa qilamiz endi. Yo, 700 da chiqmasak bo'lmaydi. Chiqamiz 700 dan aniq chiqamiz. Bo'ldi chiqamiz. Shu o'rniga tinchgina biz kirish kartani yengil comeback qilamiz. Keyin 50 kastingga bosamiz. 49 ga. Bitta. Eng baland bilan eng past chiqdi-yu. Mana pastda bilasizlar, 18 chiqadi eng balandi. Eng pasti 2 chiqadi. 1 bilan 19 chiqmaydi pastda. Shunaqalar chiqdi mana. Tepa bas. Surdisk kartadan qattiq comeback qilamiz omad hammaga. Assalomu alaykum sizlar bilan 6 rokalar 8 milliondan bosamiz. Minimalga ko'tarilibdi. Minimalga ham deb bo'lmaydi o'zimiz. Mana maksimalkami? Maksimalga ko'tarilibdi. 7 million 900 dedi. Aytdilar ham.
8 milliondan bosib comeback qilamiz hozir bo'ladi. Juda katta kasino ishonamiz. Katta kasino jigar, kattasidan katta kasino. Bale. Katta kasino bermadi. 8 berdi xolos 2 marta. 6 beryapti, 8 beryapti, 2 beryapti. Hop 14 kasent. Bular o'sha bo'lmasa chiqarardik lekin. 800 dan oshardi pulimiz. 8 kasent 0 0 bitta bering katta kasent. 15 20 30 50 100 500 400 kasentlar beraver. Bular 40 kasent o'yinda. Bular 50 voy jonivor. Vale. Explorer. Ya hozir boshqacha bo'ladi, boshqacha gaplashamiz. Bo'ldi. Men bu kech tozalab turib boshqacha gaplashamiz hozir. Yomon minus yerda ekan hozir. Yomon minus yerda. Hozir shuna gaplashamiz, qattiq gaplashamiz. Qattiq gaplashamiz. Sizlamaymiz, senlar gaplashamiz endi. Kech tozalab olamiz buning uchun. Kech tozalamingda bu kirib jang qilamiz. Jang qattiq bo'ladi. Qattiq comeback bo'ladi. Studiyo hozircha mayli omad hammaga.